Kim 5 yoshgacha samolyotga chiqqan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kim 5 yoshgacha dengizga borgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kim 10 yoshgacha velosipedda bo'lgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kimi maktabga har kuni mashinada olib borib olib kelishsa, bir qadam oldinga. Kimi 10 yoshgacha telefoni bo'lgan bo'lsa, bir qadam oldinga. Kim hozir dadasi, ayasi bilan birga mustaqil yashayotgan bo'lsa, güzel. Yo'q ekan.